Vay, qanday mehribon bolajonlar. Bugun kim onasiga yordam berdi? Men choy damlab berdim. Onam juda xursand bo'ldi. Uyda mehmon kelsa, nima qilish kerak? Mehr bilan kutib olish va xush kelibsiz deyish kerak. Ota charchab kelsa, nima qilamiz? Uning yoniga borib, suv olib beraman. Dam olishini aytaman. Singling yoki ukang o'ynab yig'lasa, nima qilasan? Uni ovutaman. Bo'ydi, yig'lama, deyman. Kim har kuni ota-onasiga rahmat deydi? Men deyman, chunki ular uchun har kuni minnatdorman. Uyda tartib saqlash nima uchun kerak? Chunki tartibli joyda hamma narsa topiladi va hamma xursand bo'ladi. Onangiz ovqat pishirayotganida nima qilasiz? Yordam beraman. Sabzini tozalayman yoki suv olib kelaman. Kattalar gaplashayotganda nima qilamiz? Jim turamiz va faqat ruxsat bilan so'zlaymiz. Uy ishlarini kim bajaradi? Hammasini birgalikda qilamiz. Chunki oila jamoa. Kichik ukang o'yinchoq so'rasa, nima qilasan? Bo'lishaman. Chunki mehrli bola hech narsani ayamaydi. Kattalarning qo'lini o'pish nimani anglatadi? Bu hurmat va mehr belgisi. Uyda eshikni yopayotganda qanday bo'lish kerak? Sekin yopish kerak. G'azab bilan urmaslik kerak. Ota-onangiz sizni nasihat qilsa, nima qilasiz? Eshitaman. Chunki ularning so'zi tajriba va mehr. Uyda telefon o'rniga nima qilish foydali? Kitob o'qish, rasm chizish yoki oilaviy o'yin o'ynash. Ota-onangizni xafa qilib qo'ysang, nima qilasan? Kechirim so'rayman va xatoni takrorlamayman. Uyda kimga ko'proq hurmat ko'rsatish kerak? Hammaga, ayniqsa ota-onaga va kattalarga. Uyda so'zni qanday ohangda aytish kerak? Yumshoq, muloyim va odob bilan. Agar mehmon bola kelib, o'yinchoq so'rasa, nima qilasan? Bo'lishaman. Mehmonni xafa qilmayman. Uyda kim hammaga mehr ulashadi? Onam, lekin biz ham mehr ulashamiz. Juda yaxshi bolajonlar. Bugun nimani eslab qoldik? Uy eng muqaddas joy. Uni toza, mehrli va hurmatli saqlash kerak.